Assalomu alaykum hammaga. Bugun qandolat do'konlarida yoki kafelada taxminan 270 ming, 300 ming yoki bir kishiligini 60 mingdan, 180 mingdan bo'lgan tiramisu desertini qanaqa qilib oddiygina masalliqlardan foydalangan holatda uy sharoitida judayam arzon va sifati lekin o'sha kafelardan qolishmaydigan darajada tayyorlashni ko'rib chiqamiz. Bu masalliqlar hammasiga taxminan 85 ming pul miqdori ketdi. Endi o'zinglar ham ko'rib chiqasizlar buni. Birinchi navbatda kerak bo'ladigan masalliqlarni bitta ko'rib chiqamiz hozir. Kerak bo'ladigan masalliqlar bular: kakao, tvorojniy sir. Tvorojniy sirni og'itganinglarda e'tibor berishinglar kerak. Foizi eng kattasini olishinglar kerak. Men foizini mana ko'rsatib o'tganman. 60% dan yuqori bo'lganini olganman. Eng yuqorisi shu bo'lgan. Shunaqasidan olsanglar, o'shanda judayam yaxshi chiqadi. Undan keyingisi pechenye. Pechenyeni men shu korzinkadan shunaqa markasini oldim. Toplённый deganini olsanglar yaxshiroq. Suvni judayam yaxshi shimadi va tayyorlaganimizda judayam mazali bo'lib chiqadi. Va 3 ta dona tuxum kerak bo'ladi. Unaqa ko'p tuxum kerak emas. 3 ta dona tuxum o'zi yetadi. 150 gramm shakar ketadi. Pechenyelarimizni bo'ktirib olishimiz uchun albatta bizga kofe kerak bo'ladi. Kofeni shunaqa одноразовыйsidan olsanglar ham bo'ladi yoki uyinglarda balki kofe bo'lishi mumkin. Farqi yo'q. Shu eruvchan, suvda eruvchan bo'lgan kofeni olishinglar kerak bo'ladi. Albatta bularni tayyorlash uchun bizga yana eng kerakli bo'lgan uskunalarimizdan bittasi u blender hisoblanadi. Agar blenderinglar bo'lmasa, qo'lda qilishinglar kerak, salgina cho'zilib qoladi. Desertimizni tayyorlagandan keyin uni formasini berish uchun odatda qandolatchilar maxsus forma idishlardan foydalanishadi, lekin men uyda o'sha o'zimizning sharoitda shunaqa konteynerlardan foydalandim. Buni qanaqa qilishni o'sha vaqtda ko'rsataman. Konteyner ustiga o'sha maxsus salapan qo'yib turib, qisqa qilinsa juda ham yaxshi chiqadi. Birinchi navbatda qiladigan ishimiz bu tuxumimizni ikkiga ajratishimiz kerak. Sarig'ini alohida qolamiz va o'sha ustidagi oqini o'zi uni alohida qolamiz. O'sha oqsilini yaxshilab blenderda ko'pirtirishimiz kerak bo'ladi. Birinchi navbatda qiladigan ishimiz mana shunaqa yaxshilab ko'pirgandan keyingina sarig'ini ko'pirtirishga o'tamiz. Oqini ko'pirtirib bo'lganimizdan keyin sarig'iga o'tamiz deb aytilindi. Sarig'ini yaxshilab qarasanglar mana blenderda sap-sariq bo'lguncha yaxshilab aralashtiramiz. Undan oldin qiladigan bo'lsanglar qumaloq-qumaloq bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun iloji boricha sap-sariq bir xil miqdorda bo'lguncha kutamiz. Ana undan keyin biz tvorojniy sirimizni bu sarig'iga qo'shamiz. Qo'shganimizda darhol blenderda aralashtirib oladigan bo'lsangiz, sochilib ketib qoladi. O'shaning uchun endi bunisini qoshiq yordamida aralashtirishimizga to'g'ri keladi. Qoshiq yordamida bir xil miqdorda qilib aralashtirganimizdan keyin endi blenderda yana ham yaxshilab aralashish uchun blenderdan foydalanamiz. Blenderda ham ko'rganingizdan mana ko'rib turganinglardek bir xil bir tonga kelguncha yaxshilab aralashtiriladi. Keyin shakar qo'shishimiz kerak bo'ladi. Shakarni odatda tabga ko'ra deyiladi. Endi men shu miqdordagi masalliqlarga odatda 150 gramm shakar qo'shaman. Buni qanaqa ajratishingiz mumkin? Bitta qoshiqdagi shakar bu 15 gramm hisoblanadi. Shundan 10 ta shakar qo'shaman. O'shanda 150 gramm bo'ladi. Uni xohlanglar darhol 10 tasini, 10 qoshiqni hammasini qo'shinglar. Xohlanglar 5 ta qo'shib turib, hammasini men hozir bandagi 5 ta qo'shib turib, keyin yana hammasini aralashtirib bo'lgandan keyin yana 5 ta qo'shishinglar ham mumkin bo'ladi. Shakarni ham qo'shib aralashtirib bo'lganimizdan keyin o'sha ko'pirtirib qo'ygan oqini ham qo'shib yuboramiz va mana ko'rib turganinglardek oxirida yana shakar qo'shib turib, keyin aralashtirilyapti. Shu boya aytganimizdek xohlanglar shakarni boshida qo'shib olinglar hammasini, xohlanglar ikkiga bo'lib turib qo'shsanglar yana ham udobniyroq, qulayroq bo'ladi. Konteynerlarimizni mana shunaqa strich paket bilan yaxshilab qobig'iga mos qilib turib o'rab oldim. Nimagaki, hozir biz bu yerda o'sha desertimizni yasaganimizdan keyin u konteynerdan olishimiz kerak. Agarda bunaqa strich qilmaydigan bo'lsak, konteynerdan olishimiz juda ham mushkul bo'lib qoladi. Shuning uchun agar strich topa olmasanglar, unda uy sharoitida xohlaganingizcha oddiygina salafandan foydalansanglar ham bo'ladi. Keyingi qiladigan ishimiz bu kofeni yaxshilab eritib olamiz, chunki har bitta solinadigan pechenyemizni kofeda bo'ktirib, shimdirib bo'lganimizdan keyin qolipga solib chiqishimiz kerak bo'ladi. Mana ko'rganinglardek, pechenyelarimizni oldin yaxshilab kofeda bo'ktirib, yumshoq bo'lgandan keyin, yaxshilab ichi shimilgandan keyingina qolipga solinyapti. Bir xil holatda ko'pchilik shoshiladida shu pechenyelarni oxirigacha bo'ktirmasdan srazi qolipga qo'yib yuborishadi. Bunaqa holatda ichi qattiq bo'lib qoladi, yaxshi bo'kmaganligi uchun. Shuning uchun erinmasdan kofega bo'ktiringlar. Burdalanib ketadigan bo'lsa ham hech ham xijolat bo'lmanglar. Ular hammasi qotgandan keyin bir xil formaga kelib qoladi. Bir qator pechenyelarimizni terib chiqqandan keyin endi ustiga hozirgina tayyorlaganimiz o'sha mahsulotimizni ustiga surib chiqamiz. Bu xuddi krem hisobida o'tadi. Shu tariqa surib olganimizdan keyin 2 qavat qilamiz. Ustidan yana pechenyelarimizni bo'ktirib terib chiqamiz va undan keyin yana ustidan krem dotgan narsamizni surib chiqamiz. Mana ko'rdinglar, ikkita qolipga tayyorlab oldim. Ikkalovi ham bir xilda, shu birinchi qatoriga pechenye, ikkinchisiga krem, yana ozgincha vaqtdan keyin yana krem va yana ustidan pechenye terib chiqildi.
va ustidan yana krem terib chiqildi. Shunda 2 qavat bo'ldi bizlarning mahsulotlarimiz. Endi eng asosiy mazza beradigan narsalarimizdan bittasi bu kakao hisoblanadi. Kakaoni ustiga sepib chiqishimiz kerak bo'ladi. Kakaoni sepayotganda oldinlari e'tibor bermagan ekanman. Oddiygina qoshiqda sepganimda ozgincha mushkulliklar tug'dirdi. O'shaning uchun sopol qoshig'imiz bor edi. Shu qoshig'da qildim, chunki mana temir qoshiqqa kakao yopishib qolarkan. O'sha sopol qoshiqda qiladigan bo'lsanglar, hech ham yopishmasdan bir xilda chiroyli bo'lib sepilarkan. Mana ko'rdinglar, hammasini qilib chiqqanimizdan keyin endi eng asosiy narsamiz bu shu tayyorlab olgan desertimizni sovutgichni muz xonasiga qo'yib turib, yaxshilab qotirib olishimiz kerak bo'ladi. Odatda bunga 3 soatcha vaqt ketadi. Lekin men ko'pincha kechki payt qilib turib, keyin ertalab olib yoki masalan ertalab qilib qo'yib, kechga o'sha mehmonlar keladigan bo'lsa, o'shalarga olib turib bemalol foydalansam bo'ladi. Mana ko'rdinglar, muzlatgichdan olganimizdan keyin judayam chiroyli bo'lib chiqqan. Hech qanaqangi oqib ketayotgani yo'q. Endi buni istrichimizni mana qo'yganimizdan judayam katta foydali tarafini ko'ryapsizlar. Sekin akkuratni shoshmasdan turib buni talinkaga olib turib, keyin kesib, yana talinkalarga qo'yib bemalol suzsangiz bo'ladi. Mana ko'ryapsizlar, judayam chiroyli chiqqan. Qotib turibdi, bunaqangi oqib ketayotgani yo'q. Har bitta qavati judayam chiroyli bo'lib ko'rinib turibdi. Xuddi shunaqa kafelardagi yoki o'sha qandolat do'konlaridagi bo'lib chiqqan. Hammaga yoqimli ishtaha tilayman. Maza qilib, oila davrasida yoki o'rtoqlaringlar bilan yeyishinglarni tilab qolaman. Yana qanaqangi ideyalar bo'lsa, iloji bo'lsa kommentariyalarda yozinglar. Shularni qilib ko'rsatishga harakat qilaman. Bu hammasi qilayotganlari o'zimni optimdan kelib chiqib, oddiygina uy sharoitida qilishni ko'rsatib o'taman.